Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mahfuza onajonimizmisiz? Ha? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin onajon. Aynalang, rahmat. Sizga ham rahmat gaplashganingiz uchun. Onajon, men G'aniyeva va Zulfiya baxtli ayol kanalidan sizni yo'qlayapman. Rahmat, boringizga shukr. Sizni tug'ilgan kuningizni tabriklash munosabati bilan xat oldim sizlardan. Xo'p. Qarang, tabriknomani qanaqa yozgan. Assalomu alaykum. Men pastki Sho'rnavo qishlog'idan bo'laman. Ismim Nodira. Xudo xolamizning, ukajonimning, mehribonimning ayoli, kelinimizning ayajonisini tabriklamoqchiman. U inson shunaqa yaxshi kelinimizni dunyoga keltirgan. Buning uchun tug'ilgan kuni bahonasida minnatdorchilik bildirmoqchiman degan. Rahmat, aynalayda she'rni o'qiganga ham meni tabrikqa jo'natganga ham Allohim boshqa joydan yaxshiliklar jo'natsin, Xudoyo. Rahmat, boringizga shukr. Nodirajonda ham umri uzoq bo'lib, Allohim g'oyibidan ne'matlar bersin. Sizga ham uzoq umr tilayman. Rahmat kattakon. Keling uyga. Onajonim, shunaqasi ham bo'lar ekan, qarang. Hech bunaqasini ko'rmagan edim. Kelinimizning onasiga rahmat aytmoqchiman, tabriklamoqchiman, Xudo xolamni tabriklayman deb xat yozgan insonni birinchi ko'rishim onajon. Qanchalik yaxshisizlar. Men yaxshi ko'raman, Xudo bergan qadrdonimdan Nodirajon. Ko'zlar tegmasin sizlarga. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xudo xolajonim, mana shunday qizni tarbiya qilganingiz uchun, katta qilganingiz uchun rahmat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb yozibdi. O'qib hayron qoldim. Dunyoda shunaqa yaxshi insonlar bor ekan. Ha, Xudoga shukr. Men ham yaxshi qaynonaman. Kuyovimni yaxshi ko'raman. Ko'zlar tegmasin sizlarga onajon. Tanishganimdan rosa xursand bo'ldim sizda yaxshi ayol bilan. Boringizga shukr. Xudojonim ishlaringizni barobarni bersin. Meni tabriklaganingiz uchun ham Nodirajonni ham Xudojonim olqishlasin. Xo'p, maktubini o'qib beraman. Onajon, tayyormisiz? Vaqtingiz bormi? Tayyorman. Ha. Assalomu alaykum. Men Xudo xolamizni chin qalbimdan tabriklayman. Shunday odobli, chiroyli qiz o'stirgani uchun ham rahmat aytaman. Shunaqa doim oramizda bir-birimizga hurmatimiz yo'qolmasin. Borishli, kelishli bo'lib yurishimizni xohlayman. Mening ukamning egizak farzandlarini katta qilib berayotgan, har qanday holatda ham bizga chiroyli muomalasini juda ham ko'rsatayotgani uchun xursand bo'laman. Ularni rosa ham yaxshi ko'raman. Men qizining qaynopasi Nodiraman. O'zim nomimdan, o'g'lim Habibjon nomidan, ayajonim, ya'ni qudasi Umidaxon nomidan, hoji ona nomidan chin qalbimdan tabriklaymiz. Borlariga shukr. Doimo sog'-salomat bo'lib yursin. Ularni shunchalik yaxshi ko'rish hissiyotimni yuqori so'zlar bilan ta'riflab bera olmayapman. Allohim shu insonlarga ro'baro qilgani uchun shukr deb yozgan. 52 yoshga kirdilar. 4 ta qizning onasi, uy bekasi bo'ladilar. Juda ham farishtali ayollar deb yozgan. Rahmat, aynalayinga rahmat. Hammalaringizga rahmat. Xudo xolam ilohim hajlarga borsin. Opajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Doimo sog' bo'ling, 100 yoshlarga kiring, hojona bo'lishlik nasib qilsin deb yozgan. Rahmat, borlariga shukr. Sizlarning ham borlaringizga shukr. Shunday yaxshi insonlarning borlariga shukr. Qayerda bo'lsalaringiz ham hamisha omon bo'lingizlar. Hech qachon xastalik ko'rmangizlar. Sog'-salomat bo'lib yuringizlar. Nodiraxondan, mana shunday mard insondan Allohim rozi bo'lsin. Xudo bilsin. Sizga she'r ham o'qib beraman. Maylimi? Hammasi uchun ko'nglim shunday yorishdi. Borlaringizga shukr. Nodirajonda umri uzoq bo'lib, Allohim g'oyibidan ne'mat bersin, o'g'il qizchalar bersin. Ilohim. Siz ham davlatli, savlatli bo'lib yuring, aynalayın sizdan ham. Ta'sirlanib ketdingizmi? Ha, ko'nglim yomon bo'ldi. Men ham bir musofirman. Rahmat hammasi uchun. Qayoqdan keldingiz? Siz musofir bo'lib? Men O'zbekistonlik qiziman-da, shenlar yerga tekkanman. Ha, suratda ham aniq bo'lib turibdi, boshqa yoqlikka o'xshab turibsiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nodirajonga ham rahmatimni yetkazing. Ilohim, sizga she'r ham o'qib beraman, u kishining nomidan. Mayli, o'qing aynalang. Mening uchun suyanch bo'lgan tog' bu olamda eng yaxshi quchoq. Tilaklarim ko'nglingizdek oq. Opajonim, sizni yaxshi ko'raman. Borligingiz jonimdek aziz, qila olaman dardingizni his. Aslida-ku bu taqdir xasiz. Xudo xolam sizni yaxshi ko'raman.
Xudo xolam, men qanday singil? So'rolmayman ba'zida ko'ngil, izhor uchun ba'zan ojiz til. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Boshimizni silagan hamsiz, bizga tole tilagan hamsiz. Omad bersin yaratgan egam. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Goh ko'nglingiz ranjitsam sho'xlab, uy ro'zg'ordan ko'ngilni to'qlab, keldim bugun bir sizni yo'qlab. Xudojonim sizni yaxshi ko'raman deya shu she'rni qabul qilasiz. Rahmat. Aynalayinda. Xudojonim siylasin. Yaxshi insonsizki, mana shular bo'layapti onajon. Xudoyimning istagi bilan bo'layapti. Agar Xudo istamaganda Sviyazam bo'lmasidi, Nodiraxonning xayoliga bu narsa kelmasidi ham, yoki bizga o'xshagan tabriklovchilarning vaqti bo'lmasidi, Xudoyim sizni shu orqali ko'nglingizni ko'tarishini xohlayapti. Demak, yaxshi ko'rgan bandasisiz. Doimo xursand bo'ling, hech narsadan xafa bo'lmang. Taqdirdan rozi bo'lish eng katta baxt. Rahmat aynalay. Boringizga shukr. Ilohim duolaringizda Zulfiya qizimning ham bolalari meningdek katta bo'lsin, qizlari mening qizlarimdek duo olsin deb duo qilib qo'ying meni ham onajon. Duo qilaman aynalay, umringiz uzoq bo'lsin. Qizlaringiz baxtli bo'lib, hammasi qo'chqorday o'g'illar topib, baxtli bo'lib yursin, kuyovi bilan kelinlaringiz ham. Ilohim onajon, rahmat vaqt ajratganingiz uchun, gaplashganingiz uchun. O'zingiz ham qo'shni qarib yuring kuyovingiz bilan. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmatimni yetkazing, boriga shukr. Xo'p bo'ladi. Rahmat aynalayin. Xush kelibsiz, keling aynalay. Mayli, Xudo xohlasa. Rahmat, boringizga shukr. Hammasi uchun rahmat. Oqayiq.uz super portal. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqi ro'zin terib yuribdi odam. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqi ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Taqdir ba'zan shirin, ba'zida taxir. Kimni boy yaratdi, kimnidir faqir. Barchamiz Allohning bandasi axir. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Saloming alaykum arzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehru oqibat. Xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibi iymon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Urushu nizolar to'xtasin endi. Yer yuzi jannatga o'xshasin endi. Odam ham odamdek yashasin endi. Avvalo hazrati inson bo'laylik. Omonat
yaxshi mayli yomon bo'laylik omonat dunyoda omon bo'laylik omonat dunyoda omon bo'laylik Oqayiq.uz Superportal